Juda ham qiziqarli o'yin bo'ldi. Men o'ylaymanki, ikki jamoa ham maksimum g'alaba uchun harakat qildi. Baribir raqib juda ham tajribali futbolchilardan yig'ilgan jamoa. Bu ikkinchi bo'limda ham ko'rinib turdiki, o'sha ko'proq tajriba o'z so'zini aytdi. Afsuski, bizni yigitlar o'sha standart vaziyatlarda uchinchi gol ham o'sha yon chiziqdan to'pni kiritganini hisobga olsak, deyarli barcha gollar o'sha standart vaziyatida kiritildi. Demak, buni ustida ishlashimiz kerak. O'sha standart vaziyatlarda konsentratsiyani yo'qotishimiz qimmatga tushdi. O'yin tomonidan ko'proq o'yinni biz nazorat qildik. Rivojlanishda davom etamiz. Yigitlar bunaqa uchrashuvlardan men aytishim mumkin, juda ham katta tajriba orttirishmoqda. Bundan oldingi turda Aral Pro Liga yetakchisi Aral bilan o'yinda ko'p kuch sarflandimi? O'sha Araldan ochko olindi. Bugun yo'q, endi bizada yetarli vaqt bo'ldi восстановлениyaga. Bolalar yaxshi восстановление qilgandi. Bugun biroz charchoq sezildi darhaqiqat, lekin men buni o'sha yo'l charchog'i deyishim mumkin. Charchoq endi baribir yigitlar yosh, bor kuchini berishyapti. Ularda o'sha o'yin davomida balans olish, kuchini taqsimlash bu mahorat bilan keladigan narsa. Shu sababli u ham keladi, xudo xolasa. Jamol aka, o'sha birinchi bo'limda jamoangizda barchasi o'xshayotgan, hisobda ham oldinda edi. Ikkinchi bo'limda o'sha o'yinda asosiy burilish nuqtasi nimani hisoblaysiz? O'sha ikkinchi bo'limda shu bo'lgan. Darhaqiqat to'g'ri ta'kidlab o'tdingiz. Juda ham yaxshi o'yin bo'ldi. Birinchi bo'limda biz hisobimizga va hammasi bizning nazoratimizda o'sha rejadagidek ketayotgandi. Xo'sh, o'sha ta'kidlab o'tganimdek, standart vaziyati va o'sha standartda konsentratsiyani yo'qotishimiz gol bizni yana o'sha oldinga chiqishga undadi. Bu esa o'sha ehtiyotkorsizlikka yo'l qo'yib, juda qisqa vaqtda ikkinchi golni ham o'tkazib yubordik. Men aytayotganim, bu yosh yigitlar baribir shu narsalarda ham mahorat deymiz-ku, bu narsalarda ham seziladi. Chunki biz gol o'tkazganimiz to'g'ri, ikkinchi bo'limni dastlabki daqiqalarda o'tkazdik. Bizda vaqt yetarli edi. O'yin tizginini yana o'z qo'limizga olib, xotirjamlikda agarda hujumlarga o'sha pozitsion hujumlarga o'tganimizda, chunki bugungi uchrashuvda men o'ylayman pozitsion hujumni bizda juda ham yaxshi o'xshadi va juda ko'p vaziyat yaratdik. Shunday davom ettirishimiz kerak edi. Men qo'ldan kelgancha o'sha burchakdan futbolchilarimga o'sha shoshmaslikni, hattoki o'sha xotirjamlikni, bizda vaqt yetarliligini aytgan bo'lsam-da, baribir yigitlar biroz oldiga shoshishdi va ikkinchi golni ham o'tkazib yubordik. Bu ham standart, aytganimdek. Endi uchinchi gol уже biz bor kuchimiz bilan hujumga chiqqandik, kuch yo'qotdik. Jamol aka, oxirgi savol, jamoangiz chindan yaxshi o'yin ko'rsatdi. Avvalgi turda ham, bu turda ham Superligaga chiqish vazifasi qo'yilgan jamoalarga qarshi munosib qarshilik ko'rsatdi. Bugungi o'yindan kelib chiqib, o'z jamoangiz emas, Metallurg jamoasining o'yiniga bahoyingiz, fikringiz? Raqib haqida aytadigan bo'lsak, tajribali futbolchilar, har tomonlama, hattoki hakamga ham vaqtida bosim uyushtira olishyapti. Shu darajada mahoratli. Baribir bugun o'sha ko'p narsani tajriba o'z so'zini aytdi. Lekin o'sha to'pni nazorat qilish, o'sha taktik o'yin disiplinalarini ushlash va tezkorliklarda baribir bizni yigitlar yaxshiroq ko'rinishda raqibdan ko'ra. Raqib jamoasi, to'g'risini aytsam, ikkinchi davrada ancha kuchaygan, ko'proq harakatlar, tezlik, o'sha sprintlar ko'paygan. Omad tilab qolaman raqibga ham keyingi o'yinlarda.